Hammaga salom, hammaga yaxshi kayfiyat do'stlar. Har doimdek sizlar bilan Vodiy motor aviakassamizda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlarning e'tiborlaringizga juda ham qulay bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'tishga harakat qilaman. Bir boshdan, ya'ni registratsiyaga oid ma'lumotlar va qaysi aeroport eng qulay hozirgi kunda uchib ketishlaring uchun degan savollaringga mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar javobini topishingiz mumkin. Birinchi bu videoni ko'rishdan oldin обязательно videoga like bosib qo'yasiz. Sababi bizni shu kanalimizni rivojlantirish uchun bizda hech qanaqangi reklama yo'q, hech qanaqangi sponsor, boshqa donatlar olmaymiz. Shuni hisobidan shunchaki biz biletni sotamiz va biletimizni reklama qilamiz. Xo'p, shuni hisobidan sizdan so'raymiz, videoni ko'rishdan oldin bitta like, aka opa-singillarım, xudo xohlasa va kommentariyaga o'sha o'zingizni qiziqtirgan savollar, ya'ni keyingi videomizda qaysi yo'nalishlar bo'yicha biletlar narxini chiqarib beraylik degan savollarga javob olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga o'zlaringizni izohlaringni ham yozib qo'yishlaringizni so'rab qo'ygan bo'ladi. Va kommentariyada bizni Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Agar mabodo sizga misol biletlar haqida to'liq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'lib, to'liq ma'lumotlarni bilib olsanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib turib bugun sizlarga xudo xohlasa ikkita kompaniyani reyslarini narxini o'qib berishga harakat qilaman. Bittasi Uralskiy aviakompaniya, bittasi o'zimiz O'zbekiston samolyoti Qanot Sharq aviakompaniyasidan bo'lib turgan narx-navolarni sizlarga to'liq qilib o'qib berishga harakat qilaman maksimalli. Xo'p, qaranglar. Hozir agarda siz misol uchun 30-chislagacha nima vaziyat bo'ladi degan savolni beradigan bo'lsa, 30-chislo sentyabrgacha cho'zildi. Ya'ni hujjatsiz bilan muammoingiz bo'ladigan bo'lsa, 30-aprelgacha qilib olmagan bo'lsangiz, endi bemalol o'shani sentyabr oyigacha to'g'irlab olishingiz kerak bo'ladi. Bu jumladan misol uchun siz kirdi chiqdi qilib kelib to'g'irlasangiz bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha eng qulay variant hozircha qisqa qilib lo'nda qilib aytganda kirdi chiqdini qilib kelishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun Samara yo'nalishi bo'yicha aviabilet olasiz. Tudaobratniga va Samaradan keyin taksida bemalol borib ketsangiz bo'ladi. Shunday qilib ishingiz bir kunda bitadi. Agar O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, agar Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz, unda sizga sharoit ozginagina boshqacha. Jumladan sizni chegarada misol uchun o'zbeklarga o'xshab обычный holatda emas, juda ham ko'p vaqt kutishingizga to'g'ri keladi probkani hisobidan va tekshiruvlari ozginagina qiyinroq. Xo'p, ana endi aka opa-singillarim, men sizlarga aviabiletlar narxi bilan tanishtirib o'tishni boshladim bir boshdan. Qaranglar. Uralskiyning reyslaridan bemalol sizlar hozirgi kunda biletlarni olsanglar bo'ladi. May oyi uchun ham aviabiletlar narxi chiqqan. E'tibor qilamiz. Jukovskiydan O'shga hozirgi kundagi narxlarimiz eng qimmat bo'lib ketgan yo'nalishlar. O'sh, Bishkek, mana shu yo'nalishlar qimmat. Lekin Tojikiston yo'nalishlari o'sha 10 ming, 11 ming rublga tushib ketdi. Shu tomoniga ham e'tibor qilib qo'ysangiz bo'ladi. Jukovskiyning O'shga keladigan bo'lsak, 23 kilo bagaj 10 kilo uchun oy bilan 1-maydan 31-maygacha 18,5 mingdan 21,300 rublgacha xarid qilsanglar bo'ladi. Jukovskiydan Qarshi yoki Domodedovo va Qarshi yo'nalish bo'yicha xarid qilsanglar bo'ladi. Bemalol 1-maydan toki 17-maygacha 12,800 rubldan 14,000 rublgacha 23 kilo bagaj 10 kilo uchun oy bilan 3 vaqt soatimizga keladigan bo'lsak, Domodedovo aeroportidan 22:00 da uchib 4:00 da qo'nadigan reyslarga biletlarni olsanglar bo'ladi. Endi keyingi reyslarimiz Jukovskiy Samarqand. Jukovskiy Samarqanddan qo'yinglar degan akalarimiz uchun Jukovskiy Samarqanddan qo'yamiz, lekin mana shu ma'lumotni esdan chiqarmaysiz. Men sizlarga narxlarni o'qib beryapman. Va shu narxlarda biletlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Agar sizni qoniqtirmagan variantlar bo'ladigan bo'lsa, shunchaki bizga WhatsApp nomerimizdan aloqaga chiqing. Ekranlaringizda turibdi. +7 931 700 0077, +7 968 616 70 70 raqamlarimizga yoki bo'lmasam +7 996 101 88 88 aloqaga chiqsangiz, sizga to'liq ma'lumotni biz ko'rsatib qilib berishimiz mumkin. Ya'ni eng qulay variantini sizga. Jumladan misol uchun boshqa yo'nalishlar bor. Misol uchun kimlargadir qulay bor. Misol uchun kirdi chiqdi kelishi Armeniya qulaydir, Turkiya qulaydir yoki Dubay qulaydir. Shunaqangi yakkalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsalar, eng qulay variantini qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, endi Jukovskiydan Samarqandga keladigan bo'lsak, esdan chiqarmaymiz. Jukovskiy Samarqand yo'nalishimiz Uralskiyning reysi bo'ladi. Shuni hisobidan hamma reyslar, u misol uchun siz qayerni olishingizdan qat'iy nazar, Jukovskiyning reysi olyapsizmi, Jukovskiydan hozirgi kunda faqat Uralda reysi mavjud. O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha yoki Tojikiston yoki Qirg'iziston yo'nalishi bo'yicha ham misol uchun Uralda reysi mavjud. Bu yerda полибомni zadержка bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni misol uchun siz aviabilet oldingiz, o'sha aeroportga keldingiz, kelganingizdan keyin avtomatik odatiy hol yarim soat, 1 soat kechikib uchishi, ba'zi holatlarda kuni ham cho'zilib qolishi mumkin. Shu holatlarga e'tibor qilib qo'ysanglar bo'ladi. Narx-navosi keladigan bo'lsak, Jukovskiy Samarqand 23 kilo bagaj 10 kilo uchun oy bilan 1-maydan toki 25-maygacha 13,5 mingdan toki 14,700 rublgacha chiqyapti hozirgi kunda. Ikkinchi reysimiz Domodedovo va Samarqand. Bu ham Uraldagi 300 rubl farqi bilan chiqadi. 13,800 rubldan toki 16,000 rublgacha bemalol xarid qilsanglar bilan may oyining narxlarini, men o'z ekranlarimda ham narxlarni chiqarib qo'yganmiz.
e'tibor qilib qo'yasiz va bittagina like tugmachasini bosib qo'yishni esdan chiqarmaysiz. Xo'p, Domodedovo va Namanganga keladigan vodiylar akkalarimiz bo'ladigan bo'lsa, yana o'sha Uralda narxlariga to'xtalib o'tamiz. 13700 rubldan bemalol 15600 rublgacha olsanglar bo'ladi. Zhukovskiy Namangan ham 13,5 mingdan 15400 rublgacha chiqyapti. Farg'onani reyslari ham Namangandan qolishmagan holatda 2-maydan 30-maygacha 13,5 ming rubldan toki 14600 rublgacha olsanglar bo'ladi. Domodedovodan ham bor, Zhukovskiydan ham bor. Kimga qaysi variant qulay, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. 3 vaqt soat ertalabki 7:00 Zhukovskiyniki, 12:00 Domodedovo aeroportiniki hozirgi kunda chiqyapti. Toshkent yo'nalishi 10800 rubldan boshlanadi. Misol uchun 10-11 may, даже 9800 rublga skidkada 12-may uchun ham bizda biletlarimiz mavjud. Qiziqqanlar uchun yaxshi variant. Xo'p, ana endi ikkinchi variantimiz qanot sharti narxlarini tezda o'qib beraman, чтобы sizlar uchun zerikarli bo'lib qolmasligi uchun. Iltimos, kommentariyada o'zlaringizni qiziqtirgan savollar bo'yicha yozinglar. Misol uchun Zolotoy koronadan qarzim bor, qanday ketsam bo'ladi? Yoki bo'lmasam, qaysi aeroport men uchun qulay? Undan tashqari misol uchun hozirgi kunda juda ham ko'pchilikda tug'ilyapti turgan savol, qaysi aeroport o'zi qulay degan savolingizga mana men sizga videoning oxirida aytib o'taman. Xo'p. Qaysi aeroport qulay degan savolga e'tibor qilasiz. Zhukovskiy aeroportidan uchsiz, agar sizning hujjatingiz bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, tekshiruv jihatdan aeroport ichida tekshiruv yo'q. Lekin yo'lda o'sha orqangizdan quvib kelib ushlashi mumkin. Qachonki siz taksi orqali borsiz, avtobus orqali borsiz, Zhukovskiy tekshiruvi yo'q. Lekin reyslar zaddержка bilan uchadi. Hozir aytgan Uralskiy reyslari zaddержка bilan uchish ehtimoli bor. Va Domodedovo aeroportiga keladigan bo'lsak, Domodedovo aeroporti yaxshiligi, lekin tekshiruv tomonidan tog'alar juda ham ko'p. Lekin cho'ntagingizga o'sha holatda ham 5000 10,000 rubl pulni solasiz, bemalol ketishingiz mumkin, lekin hujjatni falshiy qilib ketmang. Bu eng yomon usuli. Hozir qonunlar ozginagina o'zgartirish tomoniga e'tibor qilib qo'ysangiz bo'ladi. Sheremetyevo aeroportiga keladigan bo'lsak, tamojiy kontrol rasvo, vaqtingiz juda ham ko'p ketadi, lekin samolyotlari yaxshi. Misol uchun Aeroflot kabi aviakompaniyalar, Centrum Air O'zbekiston samolyotlari juda ham shu kabi aviakompaniyalar va tekshiruv jihatdan Sheremetyevo aeroporti juda ham tinch. Bemalol biletlarni olib ketsanglar bo'ladi. Lekin buning ichida eng qulayi, albatta, agar hujjatingiz bilan muammongiz bo'lmasa, Vnukovo aeroporti hisoblanadi. Bunga sabab tamojiy kontrol juda ham sodda. Aeroportga borishingiz transport jihatdan ta'minlangan, ekonom bo'ladi. Ya'ni metro orqali eshigini tagiga borsangiz bo'ladi 70 rublga. Yoki bo'lmasam, uchadigan reyslar, jumladan havo yo'llari, Yutair, Pobeda hech qanaqangi zaddержкasiz uchadi. Shu tomonlarni e'tiborga olib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, qanot sharti reyslariga keladigan bo'lsak, Domodedovo va Toshkent yo'nalishi bo'yicha hozirgi narxlarimiz 15200 rubldan toki 16200 rublgacha may oyiniki chiqyapti. 23 kilogramm bagaj, 5 kilogramm ruchnoy bilan. Agar sizga xuddi shu narxda biletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam, siz deylik misol uchun Saxalinda bo'lishingiz mumkin yoki Yakutskda qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, shunchaki ekranlaringizda turgan nomerda saqlanib qilib olib, bemalol bizga WhatsApp yoki Telegramdan aloqaga chiqib to'liq ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Biz faqatgina Moskvadan sotmaymiz. Liboy yo'nalish bo'yicha bemalol kartadan pul o'tkazib berish yo'li orqali biletlarni xarid qilib olsanglar bo'ladi. Har doimgidek sizlar bilan Vodiy Motor. Videoga bittagina like bosib qo'yishni va kommentariyadagi Telegram kanalimizga обязательно obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysiz. Eng qiziq ma'lumotlar albatta Telegram kanalimizda berib boriladi.